Greenleaf korporatsiyasining iLife brendi ostida ishlab chiqarilgan tabiiy idish-tovoq yuvish gellarini sinovdan o'tkazamiz. Gellarimiz xuddi mana shunaqangi ko'rinishda 1 litrdan iborat, ya'ni bu degani kamida 4 oydan 6 oygacha yetadigan quyuqqina miqdordan tashkil topgan. Xuddi mana shunaqangi ko'rinishda, dozatori yo'q deb xavotir olmang, o'zingiz dozator qilib olsangiz ham bo'ladi. Gubkaga oz miqdorda solamiz. Juda ham ozgina soldim. Endi buni suvda sinab ko'ramiz. Bu gellarning eng birinchi zo'r xususiyatidan biri shundaki, tarkibida hech qanaqa ximikat yo'q. Va yana bir yaxshi jihati, inson salomatligiga hech qanaqa zarar yetkazmaydi. Ya'ni bekajonlarimizni qo'llarini quritib tashlamaydi mana. Ozgina miqdorda ham shuncha ko'p qildi. Har qanaqangi kirlanishlarni ham ketkazadi. Yog'mi, boshqasimi va eng muhimi, ancha idishni yuvishga yetadi. Yana bir ajoyib fakt bor ushbu gellarimizni idishlari haqida. Bu idishlar bambuk daraxtining po'stlog'idan tayyorlanganligi sababli ichidagi suyuqligi tugaganidan keyin o'zingiz uyda sinash uchun yoqib ko'ring buni olovda, xuddi shamdek yonadi, ya'ni yonib tugaydi, hattoki tabiatga ham zarar yetkazmaydi. Qattiq polietilen emas bu. Mana shunaqangi gellarimiz yana bir muhim jihati halol mahsulot, sifatli va inson salomatligiga zararsiz bo'lgan mahsulot. Shunchalik darajada ko'piradiki, ancha idishni yuvishga yetadi. Bu esa bekajonlarimizni ham kissasiga, ham sog'ligiga foydali bo'lib hisoblanadi.